Öz şəhərə hücum qilgan düşmənlərni yo'qotish uchun podshoh Tiv bilan maslahatlashgandan keyin butkul shahar fuqarolari suv ichadigan shahar qo'g'i oldidagi quduqning ichiga majnunlik dorisi, ya'ni sarang bo'lib qilish dorisini selib etdi ekan. Ikkinchi kuni düşmənlər bu quduqning suyini ichishdan burun shahar fuqarolari bu suvni ichib qoladi ekanda sarang bo'lib qoladi ekan. Bu xabarni olgan podshoh shaharni tinchlantirish uchun o'rda askarlarini shaharga mang'izdi ekan. Bu vaqtda uzun safar mang'anlik sababidan chanqigan o'rda askarlari uqishmaslikdan bu quduqning suyini ichib qoldi ekan. Natijada ularmi sarang bo'ldi ekan. Bu xabar podshohga nihoyat tez yetgandan keyin podshoh yana bir buyruq tushaganda o'rda askarlari va shahar fuqarolari podshohimiz sarang bo'lib qolibdi deb o'rdaning oldiga yig'ilib podshohni o'ldirib o'tmoqchi bo'ldi ekan. Podshoh tamtirgandan o'z xonishiga bu yerda qochib ketish taklifini berganlarida xonishi podshohim biz bu yerdan qochib ketolmaymiz. Uningdan ko'ra bizmi shu quduqning suyini ichsak ular bizga zaxm yetkazmaydi emasmi? Ular bizni normal deb qaraydi emasmi degan taklifni berdi ekan. Bu hikoya bizga nimani so'zlab berdi deganda psixologiyadagi konformizm nazariyasi, ya'ni qo'y to'pi effekti ko'z qarashini so'zlab berdi. Qo'y to'pi effekti degan nima deganda bir sarki qo'y oldi qarab manganda mayli oldi tang bo'lsin yoki hang bo'lsin, oqidagi qo'y podillari tang agishib mangadi. Ya'ni inson ma'lum bir kollektiv yoki ma'lum bir ijtimoiy muhitning ta'siriga uchraydi, muhitning mahsuli bo'ladi. Ijtimoiy psixologiyadagi bu xil kollektiv psixikasini tadqiq qiladigan nodir kitob Wu He degan kitobda bir jumla nodir gap bor. İnsan kollektivning ichiga kirganda kollektivning ko'nglini evlish va kollektivga yaxshi ko'rishni uchun o'zining mustaqil aql parosidan voz kechib kollektivga moyillashdi degan bir jumla gapni bu kitobning ichida uchirta olamiz. Demak, siz o'zingizning taraqqiyot musofasida mayli bilingdi, mayli bilmangdi, atrofing'izdagi kishilarning onda-monda baholarga uchrab tursiz va bu baholarning muayyan darajada ta'siriga uchraysiz. Lekin siz bak cho'nqur ta'sirga uchrab ketsangiz, o'zingizning taraqqiyot musofasini kishallab qo'ygan bo'lasiz degan gap. Birsi dedi meni zargohar, birsi dedi keraksiz chalma. Birsi dedi mevasiz bir shoh, birsi dedi qizargan olma. Ming odamning og'zida ming yongza sizning obrazingiz bor. Shunglashqa faylasuf Rumi bizni bilganlar bildi, bilmaganlar o'zdek bildi degan bir jumla gapni qoldirgan. Mubada siz ijtimoiy qatlamning ichida atrofingizdagilarning bahosi orqali o'zingizning bahosini, atrofingizdagilarning sizga bildirgan hurmat orqali o'zingizning mavjud hurmatini topaman deb qarasangiz, bu ro'yat qalandariga aylanayotgan qadam bosqichlaringiz hisoblanadi. Shunlashqa bu yerda deydiganimiz bek el jamoatning nazaridan soqit qilyotadigan, el jamoatning nazaridan tushib ketadigan ishlarni qilmaslik, lekin butunlay atrofingizdagi kishilarning bahosiga bekitilib qolmaslik tavsiyasini beramiz. Agar siz butunlay boshqalarning og'zidan o'zingizning obrazini topaman desangiz, siz bu xil kollektivga mangu yaxshi bo'lolmaysizda, o'zingizning haqiqiy yo'ldan adashib ketasiz. Lushin apandim Savdolik xotirasi nomli asrida mahalla do'qmushda bir ish qolsa, mahalla ishidagi ishlar agishib qolmaydi, lekin nima uchun qolmaydiganligini bilmaydi degan. Agar siz ishlar qolaverdi, karvonlar mengayverdi degan mush falsafaga chingchaplashib olib, atrofingizdagi xalqning sizga ko'rsatgan to'g'ri taklif fikrlarini qabul qilmaydigan, mushkil qabul qilmaslikni o'ziga bo'lgan ishonch deb qaraydigan, sog'lom bo'lmagan psixikalik ko'z qarashga ega bo'lib qolsangiz, demak siz elning ko'zi 50 degan maqol tamsil nazaringizni saqit qilgan, xato yo'lda, tuyuq yo'lda davomli o'zingizdan qadamlar epmadigan nodon insonga aylanasiz. Shunlashqa o'zingiz atrofingizdagilarni so'ygan asosda individualligingizni